3 padişahlık, zaman halkıgan muşavir. Diyanmo bilan Mijanning tunji uchrashishi. Diyanmo birni bir deydigan odam edi. Mi jamoatliklarini saroyga tashlab qo'ygunicha bir mezgilgacha faqatlik kori bo'lmadi-yu, biroq Mi Fang Shujudan akelgan sovg'alarning birini kam qilmay qabul qildi. Diyanmoga hamroh bo'lib ko'cha aylanishga chiqqan Savrin tushunmagan holda Diyanmodan so'radi. Mushavir, sizlar mi jamoatligilarning so'g'isini qabul qildilar. Ham yana ularni saroyga 7-8 kunda beri tashlab qo'ydilar. Bunda qislar taz yaxshi bo'lmas. Bu ikkisi ikki ish. Xalqning menga so'g'i berishi mening yuzimni qig'anligi. Mening so'g'ini qabul qilishim uning yuzini qig'anligim. Uning bilan ko'rishmasligim bilan qilchilik munosabati yo'q. Bularni deyishmaydi. Sizga topilgan ishni qanday qildingiz? Mushavir, xotirjam bo'lsizlar. Odamlarimga bog'liq ishida mushavir mushu necha kun ichida mi jamoatining vakili bilan suhbatlashmoqchi deb gap tarqitishni o'rinlashtirib qo'ygan. Bu chaqqa mi jamoatining ikkinchi xo'jayini xabar tep bo'lgan bo'lishi mumkin. Diyanmo rozi bo'lgan holda beshini langshitdi. Mi jamoati bilan Lyubining munosabatini uzil-kesil o'zib etish uchun oldi bilan ularni jiddiylashtirib, ondan bir taraf qilsa sal oson to'xtaydi. Ha, yuringlar. Anlashimcha, baliqning kunpechish tarafiga bir xon qiz kelibdi. Ha, bir narsalarni setib olsa, bahosini so'rabmi boqmaydi ekan. Darhol berib ko'rib kelaylik, ha, yuringlar, tez bo'ling, tez. Ha, tez bo'linglar. Voy, bugun tek savdo qilmagan. Shu xon qizni kelsa, ozroq pul tepib olamanmikin deb turyapman. Bo'ldi, quruq gap qilma, tezroq boraylik. Ikkalan quruq gap qilishib turganda bir qancha savdogar raxt, zibzunnat va osori atiqlarni ko'tirishgunicha baliqning kunpetish tarafiga oldirab tenab minishdi. Baribir bekor bo'lgandikin Diyanmo bilan Savrin bir-biriga qarshi qo'yib tomosha ko'rgili bormoqchi bo'lishdi. Kunpetish rastiga kelganda bir to'p savdogarlarning orasida turgan bir qizning varqirayotganligini ko'rdi. Buni savdo degandan buloqchilik tez to'g'ri bo'ladi ekan. Men pulim qolmadi dedim-ku, tez ertiringlar, yo'l beringlar. Men olmayman, olmasam bo'lmamda. Meni ma'qul qo'yinglar. Bu qiz atrofiga g'o'chchida o'lichib olgan savdogarlarni ittirgunicha varqirayotdi. Lekin bu qiz nimani desin, ko'ziga puldan boshqa hech nima ko'rinmaydigan savdogarlar yanada yo'l bermayotdi. Qizcha burundak mardlik qilg'ashqa, hatto kun chiqish rastidagi savdogarlarning kelgan bo'lib, endi bo'lganda olmayman desa, bu ablaqlar unaydimi? Shunga hozirgidek ahvol shakllangan edi. Nemeli degan bilan bu Fuyangmu Yanjuning boshqurishida bo'lg'achqa, bundaq majburiy savdoni ko'rganda Diyanmo boshqurib qo'yishi kerak edi. Zisho, dedi Diyanmo eniki bilan ishorat qilib. Savrin uning maqsadini tushunib, savdogarlarni qo'g'lashga boshladi. Uning qomatlik turqini ko'rgan savdogarlar qo'rqishib birdamdala qochib ketishdi. Ish bitdi, dedi Savrin Diyanmoning yeniga kelib. Qo'rshovdan qutulgan qizchaq Diyanmo bilan Savrinning yeniga kelib, hurmat bilan shundoq dedi. Sizlarning qutqizib olganliklariga rahmat. ha, anchikili bir ish. Dedi Diyanmo qo'lini silkib. Ishkilarning vaqti bo'lsa, kamini ishkilarni Jufu Ravuqiga tamoq taklif qilib, rahmatimni bildiray degan. Odatda bundoq takliflarni Diyanmo izchil rad qiladi. Biroq ko'z oldidagi bu qizning qoshlari qiyoqdek, yuzlari so'zinchoq, ko'zlari buloqdek, terilari shundoq suzuk, badani tol chiviqdek, ko'ksi amdili ko'tarilib chiqqan bo'lib, haqiqiy go'zallardan sanaladi. Ya'ni kelib, ishkichi yiroqlikda bo'lsa-mu, qizchaqning badanidan chiqqan so'z xushid Diyanmoning demiqiga urildi. Bu qizchaq qarmoqqa 14-15 yoshlarga kirgandek ko'rinadi. Agar nomer qo'yishga to'g'ri kelsa, 94 nomer qo'yishga bo'ladi. Diyanmo davr holqib kelgandan buyon ko'rgan eng chiroyli qiz mushu bo'lib, rostini aytganda davri holqib kelishdan burunmi bundoq chiroyli qizni ko'rib boqmaganligini his qildi. Sohib jamonning taklifini anglab, Diyanmo quruq yo'tilib qo'ydi. Mayli. Diyanmoning gapi texi tugmay turibla, Savrin uning gapini uzib etdi. Mening qo'sig'im ichib turgan. Anglashimcha, Jufu Ravuqining o'rdak kavbini bek o'xshaydi deydi.
bijirdigan ishim bor degandingiz-ku. Yana o'ylab beqam. Savrin yana bir nima demoqchi bo'lib edi, Dianmo uningga tikilib qaradi. Buning bilan u darhol tushandi-da, qaqoqlab kulgunicha shundoq dedi. Shundoq. Rastlı bijirda ishlarim bor edi. Sizlar beringlar. Dianmo elimi o'zingizni bildingiz deb o'ylagunicha oliyib qarab qo'ydi. Savrin bo'lsa, oldi kayniga qaramay yugurib ketib qoldi. Beyzoda, marhamat. Qizchaq adab bilan qo'li ishorasi qildi. Ikkaylan Jufu raviqiga kelgandan keyin bir necha qo'rimi bo'yri tushdi. Oldingi umrida qiz keltirish mohiri bo'lgan Dianmo uchrashibla qizchaqning ahvolini so'rashning nihoyatda qamlashmagan ish ekanligini bilardi. Shunga aniq bilib tursa-mu, yana shundoq dedi. Xon qiz, qandoq bo'lib u savdogarlar sizga esinib oldi? Boya qismi boshqacha usuldagi qahramonning soyib jamonini qutqizishi edi. Mushundoq qilganda gapni apchillik bilan ovut qilib bo'ladi. Dianmo hatto uning nima deydiganligini, ondan yana nima deyish kerakligini mu faraz qilib bo'ldi-da, bir eg'iz gap bilanla bu qizda yaxshi ta'sirot qoldirdi. Hammasi Dianmo degan ablahning kasabiti. Dianmo ko'nglida, "Ha? Xon qiz, biz bugun tunji qitim ko'rishgandimiz? Buning men bilan nima munosabati?" deb o'yladi. Ondan bu qizga qarab, sinig'andek talaffuzda shundoq dedi. Dianmo Savbegimning qo'shinidagi mushovirg'u. U har qancha bo'lsa-mu, bu savdogarlarni xon qizni tanqislikda qo'yishga avatmagan-da. Beyzoda, siz bilmaysiz. Necha kun oldida Dianmo taklifnoma avatib, og'amni Poyanga kelib savdo ishlarini kengashga taklif qilganda, men agishib birga kelgan. Lekin o'ylamgan yerdan u kibrni ko'stib, bizni saroyga 7-8 kun tashlab qo'yib qari bo'lmadi. Shu joyga qaytib ketaylik desak, qo'vuqni saqlayotgan yasovullar ketkil qo'ymadi. Agar u bizni Poyanga tushab qo'ymagan bo'lsa, bugungidek ish yuz beradi-mi? O'lgur Dianmo cho'qim jajisini tatidi. Qizchaq so'zlagan seri hayajonlanib, ochiqdan yuzlari polkandek qizirib ketdi. Voy onam-ey, u Mifangni og'a deydi. Shunga qaraganda u Mijan kanda. Liubeyning kelgusidagi xonimi Mijan. Dianmo tin surmasdan ko'nglida bu qiz bek yomon bo'lsa-mu, lekin bu jahondagi razilliklarni bilmaydi ekan. Bo'ldilar. Azroq ahmaq qilib qo'yaychu deb o'yladi. Xon qiz, sizni tabriklayman. Ta'lingizga yarasha Dianmo sizlar bilan ko'rishmabdi. Agar ko'rishgan bo'lsa, Qandoq bo'ladi? Mijan ko'zlarini chakchaytgan holda sabiylik bilan qarab shundoq dedi. anglashimcha Dianmo noyda shahvatparastnimi ekan. Agar u xon qizni ko'rsa, cho'qim shahvatparastligi qo'zg'aladi. Vaqti kelganda xon qiz yo'lvosdan og'ziga tushib ketadingiz. Shalloq so'ldak. Savsa uning nemisini yoqtirib qolgan-kina, texillashkari mushavir qilib tayinlabdi. Dedi Mijan og'zini ushlab. Uning chiroyidan bir xil yaratmaslik chiqib turadi. Xuddi Dianmoga tirnoqigacha o'ch bo'lib ketgandek qiladi. Bir mahal o'tgandan keyin Mijan Dianmoga kulimsirab turib shundoq dedi. Beyzodning ta'lim-bagiga rahmat. Keyin Dianmodan ehtiyot qilaman. Beyzoda, nom sharpingiz nima ekan? Peqir shucha. Kaminaning familiyam Mi, ismim Jin. Beyzoda, Dianmoni shuncha tushundikansiz. Uni tanimsiz? Tonimayman. Biroq og'am tunaydi. Agar xon qiz uning baldura qo'yib etishini xohlasangiz, og'amga deb o'rlashtirib pasam bo'ladi. Bu gapni anglab, Mijanning chiroyi guldek echilib ketdi-da, xushallik bilan shundoq dedi. Rahmat Beyzoda. Bu ishni hal qilib bersangiz, mijamatimiz cho'qim qat rahmat aytadi. Ha, tilga og'ichiligi yo'q, kichikgina ish. Dianmoni rostli ko'rganda, qo'qqiningizdan ishtonga chiqarib qo'ymasangizlar mayli-ku deb o'yladi Dianmo, og'zini qiysoytib mug'ambarlar kulib. Tamoq yeyilib bo'lgandan keyin Mijan Dianmoga orqa-orqadan rahmat aytib, yana texi to'xtamasdan uni saroyga taklif qilib, Mi jamoatidagilarning katta rahmat aytadiganligini aytdi. Haqiqatan uchiga chiqqan ahmoq qizgan. Haq setivatsimi, yana texi haqqa pul sanish berayotganini. Qani to'xtab turing. Dianmo at saroyga borganda, uning yuzida uni tilay olamsizkan. Men bir ko'rib boqay deb o'yladi Dianmo.